Jismoniy holat juda ham ko'pchilik nol. Qayerga topshirilayotganidan xabari yo'q. Oddiy 3 km cross, 100 metr yugurish va turnik imtihonlarida mana do'stlar, Ichki ishlar akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti oliygohlariga qabul jarayoni boshlandi. Endi sizlarga nima maslahat beraman? Birinchi o'rinda o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazib oling. Ya'ni o'sha mahallangizdagi yoki o'z tumaningizdagi poliklinikaga chiqib, o'zingizni obdon tekshirtiring. Nimaga sabab? Chunki med ko'riklarda aynan sizda qanaqadir kasallik yoki boshqa narsa bo'lsa, tuzalish uchun ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin. Bunda bo'lsa tibbiy ko'rik tugab qolishi ham mumkin. Keyingi maslahatim, bilim salohiyatingizni oshirib boring. Milliy sertifikatlar oling. Ya'ni Ichki ishlar akademiyasi ko'targan chet tili fanlari sertifikatlariga ega bo'lishingiz shart. Keyingisi, jismoniy holatingizni juda ham yuqoriga olib chiqing. Mana ko'plab harbiy oliygohlarning imtihonlarida qatnashamiz, ko'ramiz, jismoniy holat juda ham ko'pchilik nol. Qayerga topshirilayotganidan xabari yo'q. Oddiy 3 km cross, 100 metr yugurish va turnik imtihonlarida eng zo'r ball olishga harakat qiling. Uchinchi maslahatim sizlarga, bunda siz o'z hujjatlar yig'ib olishni hozirdan boshlang. Ya'ni 15 noyabrdan qabul jarayoni boshlansa, tumaningizdagi ichki ishlar bo'limlari yoki Toshkent shahar uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga borib hujjatlar ro'yxatini olganingizdan so'ng tezlikda yig'ib olib borib berishingiz so'raladi. Agar biror kamchilik chiqsa, chunki uni to'g'rilashga vaqt ketib qolishi mumkin. Endi asosiy, lekin baribir asos fokusingizni bilimga qarating. Tibbiy ko'rik va bilim siz uchun ushbu oliygohlarga kiritib beradigan asosiy unsurdir.